Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy tarmoqda kuzatgan obunachilarimiz mana Quvada Qo'chqorchida turibmiz hozir. Odamlar shaftolini umri qisqa 4-5 yil hosil qiladi, keyin hosil qilmaydi deydi. Mana ushbu bog'dagi eng yoshi katta shaftolimiz. Dehqon aka, bu shaftolingiz necha yillik? O'zingiz tushuntirib bering. 30 yoshda urgan. 30 yoshda urgan, tarbiyalab bir ajali kelgan shaftoli sinib ketaveradi o'zi. Ayri bicha bo'shlik qilib ayri qo'yilmagan uchun sinib ketgan, atak yashardi. Necha yil bo'ldi hozir mashinaga? 30 yilni urgan. Mana o narigi shaftolilaringiz. 13 yashar shaftolilar. U sortlar boshqa. Mana yangi navlardan yildan yilga yangi navlarni ko'paygan sari olib kelib yangi navlar ekilyapti. Mana bunisi sorti anjirni shaftoli. Xudo xolasa hali pishganda hosillarini qo'yib beramiz, ko'rasizlar. Bu marjon shaftoli mana. Yoshi necha yoshda mana shaftolingiz? 13 yoshda. Bo'ylari 3 metr atrofida har yil abreska qilib tarbiyalangan. Tagigacha hosil oladi mana. Endi men oktyabrskiy bilan Nargiz birlar ham ikkalasi. Hozir mana. Bular Nargiz Turetskiy shaftoli. Ikkita shoxoli oktyabrskiy. Bittasi oktyabrskiy. Bir tutda 2 xil, 3 xil qilib ham ulab mana ko'paytirgan. Bu tupi boshqa shaftoli qiladi. Bu tupi boshqa shaftoli, bu tupi boshqa shaftoli qiladi. Bu taraflarda ham xuddi shunday. Bu oqlisi shaftoli mana. Guli ham boshqacha. Kimga ushbu shaftollarning mevalaridan, ko'chatlaridan kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilaverasizlar.